Salam championlarim. How are you? Alhamdulillah. I'm really well. Men juda ham yaxshiman. Yana yolg'onchi bo'ldim. Video avval endi faol bo'laman. Barcha vloglarimni joylayman, videolarimni joylayman degan va'dalar bergandim va bir oyga yana yo'qolib qoldim. Sababi mening muhtasham hayotimda Allohimning mana shu menga bergan cheksiz ne'matlari orasida juda ham ajoyib voqealar hayotimda sodir bo'lib o'tadi. Har gal bitta reytingga tushib olaman deganimda yana nimadir bo'lib, yana rejalar o'zgarib ketib, yana nimadirlar sodir bo'ladi. Va hayot shunisi bilan ham qiziq. Unday emasmi? Xuddi shunday. O'ylaymanki, sizning ham ishlaringiz joyida, hayotingiz menikiga o'xshab juda ham qiziqarli davom etmoqda. Va bugun mana shu muhtasham hayotim tuhfalaridan biri, yana bir sayohatlarimdan biriga sizni taklif qilaman va ko'rib turganingizdek biz Oslo, Norvegiyadamiz. Bu musulmon mahallalardan biri ko'rib turganingizdek o'z masjidiga ega, halol kafe restoranlariga ega. O'zi umuman olganda hozir migratsiya juda ham osonlashib bormoqda va juda ham ko'plab musulmon mahallalar yer yuzi bo'ylab hatto Afrikada ham bor. Men bu yerga bir necha bor ish va sayohat yuzasidan tashrif buyurdim va meni samolyotdan tushmasimdanoq, bu mamlakatning tuproqlariga oyoqlarimni qo'ymasimdanoq hayratga tushirgan mamlakat hisoblanadi. Avvalgacha men hech qachon bu mamlakatga qiziqmagan ekanman. Vikinglar haqida esa bittagina multfilm ko'rganman. Bu ham Ejdarhosini dumini yarimi bo'lmaydigan multfilm. Hech qanday qiziqishim bu mamlakat haqida bo'lmagan ekan va afsuski, agar men sovuq mamlakatlarda yashay olganimda, ya'ni shimolda yashay olganimda, tanam, vujudim bunga moslasha olganda, men albattaki yoki Norvegiyani yoki Daniyani yoki-da Finlandiyani albatta tanlagan bo'lardim. Balki Islandiyani, bilmayman. Men sovuq mamlakatlarda yashay olmayman. Menga har kuni quyosh chiqib turishi kerak. Shu sababli bu mamlakatlarda o'z faoliyatimni ham olib bormayman, ko'chib o'tish haqida ham o'ylamayman. Lekin agar sizda yangi bir mamlakatga ko'chish, shunaqa rivojlangan, toza, osoyishta karyerangizni yangi bir darajaga olib chiqish niyati bo'lsa, men albatta sizga Norvegiyani, nafaqat Norvegiyani, balki Osloni tavsiya qilaman. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, ya'ni bu mamlakat haqidagi ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, biroz ma'lumot berib o'tishim ham mumkin, chunki o'zim ham juda ham ko'p ma'lumotlar oldim borganda. Shahar menga yoqdi, insonlari menga yoqdi, bu yerdagi sharoitlar yoqdi. Aynan Oslo haqida gaplashadigan bo'lsak, rostdan ham bu imkoniyatlar shahri desak ham bo'ladi. Bu men yuqorida aytib o'tganimdek faqatgina sovuq shahar emas, balki dunyodagi eng katta boylik fondi mavjud. Neft va gaz hisobiga davlat juda kuchli iqtisodiyotga ega hisoblanadi. Eng qiziq tomoni bu pulni qanday ishlatishayotganligi. Sifatli ta'lim, bepul yoki arzon tibbiyot va kuchli ijtimoiy himoya tizimi bu yerda mustahkam o'rnatilgan. Ko'chib boradigan bo'lsangiz, siz juda katta imkoniyatlardan bemalol foydalana olasiz. U yerda o'qish mumkin, albatta. Ko'plab universitetlar u yerda bepul ta'lim tizimiga ega. Hozirda juda ko'p loyihalar xalqaro talabalar uchun kontraktlar joriy qilishmoqda. Umuman olganda, masalan, boshqa davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, masalan, Angliya, u yerda ta'lim nisbatan arzonroq. Bepullari ham bor. Albattaki, agar boshqa Fransiya, Angliya bilan solishtirsak ham Norvegiyadagi arzonroq bo'lib chiqadi. Ko'plab darslar u yerda ingliz tilida olib boriladi. Siz u yerni tilini bilib, masalan, Germaniyaga o'qishga borganda, albatta ingliz tili bilan borsangiz bo'ladi, lekin nemis tilini bilish, u
u yerda sizga bepul ta'lim imkoniyatini beradi, lekin Norvegiyaga siz ingliz tilini bilib turib ham bepul ta'limga bemalol borishingiz mumkin bo'ladi. Uni diplomlari butun Yevropa bo'ylab tan olinadi. Shu sababli siz Norvegiyada o'qishni bitirib, Yevropadan bemalol ish topish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qolaversa, u yerdagi ta'lim tizimi juda ham amaliy hisoblanadiki, siz faqat u yerda nazariy emas, balki tajriba ham bemalol orttirib kelishingiz mumkin bo'ladi. Oslo universiteti masalan menga juda ham ma'qul, yoki BI Norwegian Business School, u ham juda ham mashhur va juda ham yaxshi. Faqat Norvegiyada bitta muammo bor. U yerda yashash qimmat. Chunki insonlar yaxshi maosh olishadi. Shu sababli sizning ham, ya'ni talaba bo'lib borganingizda oylik xarajatlaringiz boshqa davlatlarga nisbatan, masalan, yaqinida joylashgan Litva, Latviya kabi qoloq davlatlarga nisbatan bu yerda 2 baravar, 3 baravar qimmatroq bo'ladi xarajatlaringiz. Chunki siz ishxonadan yaxshi maosh olasiz. Ya'ni maosh yaxshi bo'lgandan keyin albattaki yashash xarajatlari ham qimmatlashadi. Talaba o'laroq boradigan bo'lsangiz, albattaki siz haftasiga 20 soat bemalol ishlash huquqiga ega bo'lasiz. U yerda o'rtacha ish haqi, 1 soatlik ish haqi 20 degan taqdirimizda ham soliqlardan keyin ham baribir cho'ntagingizga yaxshi summa qoladi. Bu bilan bemalol uy xarajatlari, yeb ichish, masalan, Yevropaga sayohat yoki boshqa o'zingizga kerakli xarajatlarni qilish imkoniyatiga menimcha bemalol ega bo'la olasiz. Yana bir muhim faktor, bu narsani men juda ham muhim etib o'tmasligim, ingliz tili. U yerga ko'chib o'tish, yashash uchun ingliz tili bu juda ham muhim. Ya'ni rus tili bilan siz u yerga bora olmaysiz. Agar rus firmalariga bormasangiz yoki belarus firmalariga, bilmayman u yerda bormi yo'qmi, bormasangiz albattaki sizga faqat va faqat birinchi navbatda ingliz tili kerak bo'ladi. Keyin sekin-sekin Norvegiya tilini ham o'rganib olishingiz mumkin. Ingliz tilini esa o'rganish uchun albatta bizning Zey muallima saytimizga o'tib, men va mening ustozalarim kurslaridan sifatli ta'limni olishingiz mumkin, chempionlarim. Va nimaiki bo'lsa ham, ya'ni qaysi davlatga ketsangiz ham, men sizga albattaki muvaffaqiyatlar tilayman, omadlar tilayman. Qo'ldan kelgancha qandaydir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta sizga bunda yordam beraman. Va birinchi navbatda, demak, saytimizga o'tib, kurslarimizdan sifatli va arzon ta'limni olishingiz mumkin bo'ladi. Yuqorida berib o'tgan ma'lumotlarimdan Norvegiyaga borishni xohlaysizmi, yo'qmi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Ha, yana bir narsa, agar menga o'xshab work-life balance qila olmayotgan bo'lsangiz, albatta sizga Norvegiyani tavsiya qilaman, chunki bu mamlakatda work and life juda ham balansda.
keyingi sayohatimda ko'rishguncha juda ham ko'p video olmabman bu sayohatda. Keyingi davlat qaysi biri bo'lishini hozir ayta olmayman, chunki qaysi birini keyin montaj qilishni bilmayman hozir. Lekin albatta like bosib, izoh qoldirib, yaqinlaringizga jo'natib, meni qo'llab-quvvatlashingizga va keyingi vlogni kutishingizga men ishonaman. Hammangizni yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling. Assalom.